Assalomu alaykum. Bugun 24-iyul O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning tavallud kunlari bilan Qashqadaryo viloyat futbol akademiyasida yosh futbolchilari hamda ustoz va murabbiylar tomonidan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Yurtboshimiz baxtimizga doim sog'-omon bo'lib yursinlar. Yurtboshimiz tomonidan O'zbekistonda barcha imkoniyatlar yaratilgan. Masalan, Qashqadaryo viloyat futbol akademiyamizda zamonaviy futbol akademiya qurib berildi. Bundan yosh futbolchilar bilan mamnunmiz va xursandmiz. Yurtboshimiz baxtimizga doim sog'-omon bo'lsinlar. Mustaqilligimiz abadiy bo'lsin. Xalqning dardini o'ylagan, vatanim deb qalbdan kuylagan, ertaga kechdan bilmagan yurtboshimiz sog'-omon bo'ling. Maqtaxo'r O'zbekiston da'vo tilda bo'lmoqdan sarbonimiz yurtparvar inson yurtboshimiz sog'-omon bo'lsin. Birjon E'lo xalqimiz chiroy ochar qishloq shahrimiz yurtboshimiz bizning faxrimiz yurtboshimiz doim sog' bo'ling. Uchun hissangiz bisyor yurtdoshlarni bari minnatdor chin yurakdan aytamiz. Takror yurtboshimiz sog'-omon bo'ling. Prezidentimizning tavallud kunlari bilan barcha futbolchilar tabriklaymiz.